Bu savol DTM 2025 da sizga tushishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Anvardagi pulning 3 barobar, Validagi pulning 4 barobariga teng. Anvar pulining 3 so'mini Valiga bersa, ularning pullari tenglashadi. Savol: Anvarning necha so'm puli bor? Yaxshi. Demak, bu tenglama yoki tenglamalar sistemasi orqali ishlanadigan masalalarga kiradi. Demak, keling, Anvarning pulini biz x so'm deylik. Shunda Valining pulini y so'm deylik. Endi aytilgan shartni ketma-ketlikda bajaramiz. Anvardagi pulning 3 barobari Valining pulining 4 barobariga teng. Demak, Anvarning pulini 3 ga ko'paytirsak, bu Valining pulini 4 ga ko'paytirganimiz bilan teng bo'lar ekan. Anvar pulining 300 so'mini, ya'ni Anvar pulini x deb belgilaganmiz. Anvar o'zining pulidan 300 so'mni olib, hop, Valiga bersa, ya'ni Valiga qo'shilsa o'sha 300 so'm, ularning pullari tenglashar ekan. Demak, bu ko'rinib turibdi, sistema orqali ishlaymiz buni. Yaxshi. Bitta noma'lum bilan ifodalab olamiz. Mana bu yerdan x ni topsak, bizda 4y taqsimda 3 ga teng bo'ladi. Mana bu x ni o'rniga shu 4 taqsim 3y ni qo'yamiz. Ya'ni 4y taqsimda 3 minusdan 300 barobar y plus 300. Mahrajimiz 3 ga tengmi? 3. Mahrajni tashladik. 4y minus 900, 3y plus 900. Xo'p, y'lar chapga, sonlar o'ngga o'tadigan bo'lsa, y barobar 1800 bo'lar ekan. Ya'ni Valini puli 1800 ekan. Endi Anvardagi pulni topish uchun biz, ya'ni x ni topishimiz uchun 4 taqsim 3 ko'paygan 1800 deymiz. Bu qisqaradi 600 va 4 kara 600 2400. Demak, Anvarning puli 2400 so'm ekan. Unutmang, bu savol DTM 2025 da tushsa agar sizga, uning javobi 2400 bo'ladi. Videoni abituriyentlarga ulashib, izoh yozib, like bosish esdan chiqmasin.